Hop, assalomu alaykum. Hurmatli birodarlar, bugun 30 noyabr. Aralarimizni o'sha qishlov jarayonini bir tekshirib, mana shu lentani kanaga qarshi qo'yib qo'yamiz bugun. O'tgan haftada Bipin T bilan dorilagandik. Undan oldingi hafta ham bir marta dorilagandik. Hop, Bipin T bilan 2 marta doriladik. Undan oldin Amitraz bilan dorilagandik. Endi bugun oxiriga shu qarov qilib, shu bilan endi qishga kiritaveramiz. Xudo xohlasa bahorgacha bezovta qilmaymiz. Shu boshqacha bir nazorat qilib turamiz xolos. Ustozlardan so'radik, bitta ikkitasidan mana shu qo'ysak bo'ladimi hozir deb. Qo'yavering deyishdi, mana hozir ko'rsataman mana shu lenta. Do'kondan olib keldim. Hozir buni ilib chiqamiz uyalarga. Ilish uchun mana shu gugurt donani olib, bu yerda teshigi bor, o'zini maxsus. Shu teshigiga gugurt donani tiqib, mana shunday qilib gugurt donani tiqib olamiz. Bunday qilib bosib o'ramiz. Yarimtasini keyin yarimtaga bo'ldim. Oilalari bunaqa kuchli katta emas, shuning uchun yarimtasini yana bir 15 kundan keyin yana bir qo'yib qo'yaverasiz deb ustozlar aytishdi. Shunday qilib ilib chiqamiz. Hozir bir oldin holatini ham bir tekshirib olamiz arilarni. Arilarimiz qishlayapti. Klubda o'tiribdi. 4 ramkada ekan. 4-ramkasini oshiqcha uni olib tashlaymiz hozir 4-ramkasini. Kerak emas. Mana poloskani mana shunday qilib 2 ramkasini o'rtasiga klubga yaqin qilib joylab qo'yamiz. Aralar bezovtalanyapti. Chaqishga harakat qilyapti. Bitta qo'limni chaqdiyman. Ular 4-ramkani 5-ramkasini olib tashlayapman buni, lekin mana ozgina asali bor ekan. Uni bahorda beramiz, xudo xolasa. Yoniga olib qo'yamiz buni. Bitta o'zim uchun video olishga ham noqulay bo'lyapti. Bitta qo'l bilan kamchiliklar bo'lsa uzr. Krishkasini yopamiz. Bu uyalarni o'zim yasaganman. 2 yil bo'ldi yasaganimga. Setishni katta setkalik. Oddiy penoplastdan yasalgan. Mana endi keyingi o'ylamizga qo'yamiz. Bu ham bitta tomonida kuchsizroq o'yla.
ikkinchi tomondagi kuchliroq. Mana klubda o'tiribdi bu yerdagilar. Shtaramkadagi. Bo'ldi. Shu kechroq biralik bergandim. Sirup. Aralar tushib o'lib qolgan ekan tekda. Oxirgi marta sirup berilganda sovuqroqdi. Aralar bezovta bo'lyapti, tezroq yopish kerak. Keyingi oilaga qo'yamiz endi. Tayyorlab oldik. Arılarımız ancha kuchli oila, Karpat bu. Zo'r oila, buylamasa yaxshi berdi bu oila. Bitta atvodka ham oldim bu oiladan. Shunday qilib mana joylab qo'yamiz. Arılarning holati yaxshi, mana klubda o'tiribdi. Havo ham ancha sovib qolganligi uchun uchgan yo'q deyarli. Yaxshi qishlab, xudo xolasa bahorga chiqib olsak, mana bizniki var Apis 10 ta plastini bor ekan ichida. Do'konlarda sotadi, shulardan olib ustozlar maslahati bilan mana qo'yyapmiz. Endi navbatdagi oilaga qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Arılarımız tekte işte tuttu. Tuttu ramka tek. Az bunga ham o palaskani ozuqalari yetarli ekan, mana oqarib ko'rinib turibdi ozuqalari. Qishga xudo xolasa zapasi yetadi. Yana bir ko'ramiz endi yanvar oylarida. Ob-havoni kelishiga qarab. Tesetichni mana ochiq turibdi, sovuq. Unaqacha qattiq isitmagan, faqat tepasiga mana bunday qilib, mana plyonkadan keyin mana bu ko'rpachani tashlab qo'yganman. Yo'llari utepleniya qilinmagan. Mana endi sekin bekitib qo'yamiz. Ari noyabrda ham uchib yuraversa. Ari yuribdi, sariq ari.
Xudo xohlasa mana tayyor. Bunga ham sekin poloskani joylashtirib qo'yamiz. Bezovtalanyapti aralar. Hop, bunisi endi 6-o'ylamiz. Bu ham xuddi shu qolgan o'ylalarga o'xshagan. Bismillah. Oila kulibda o'tiribdi. Bunga ham lentani qo'yib qo'yamiz. Bismillah. Bo'yla kuchsizroq ekansa. Teg ozgina urgan arilari ham tushib qolibdi. Tozalab hozir ozgina tagidagi setkasini bir qismini yopib qo'yaman. Chunki o'yla kichkinaroq ekan. Issiqroq bo'lish uchun. Keyingi o'ylamiz mana bu ham xuddi shunaqa. O'zim yasagan yashilda kuchi deyarli bir xil hammasini. Bitta ikkita shu farq qiladi bir-biridan. Ozgina ikkita kuchliroq o'ylanib qolgani hammasi yana kuchli emas. Shu yilgi ototkalar bilan. Mana aralar kulibda o'tiribdi. Hozir bunga poloskani joylab qo'yaman. Aralarni bezovta qilmaslikka harakat qilamiz. Endi imkoni boricha endi. Mana joylandi poloska. O'ylarni zoti karnika. Shu yil sotib olgandim nima ona arisini. To'raqo'rg'onlik yigitdan. Mana buni endi sekin olib qo'yamiz, bo'ldi. Aralarimizni shu bilan bezovta qilmaymiz, xudo xolasa. Anchagacha bezovta qilmaymiz. Xudo xolasa ancha ko'ngil tinch bo'ldi endi, xudo xolasa mana qishlovga yaxshi o'tkazdirib olsak, bahordan yana harakatni boshlaymiz. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Biz ham endi yangi o'rganuvchi, unaqa kuchli asalarichi emasmiz. O'ylamiz ham unaqa katta emas. Endi o'rganyapman. Shu qilgan ishlarimni sekin-sekin nimaga joylab qo'yapman endi bitta ikkita. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarga yozsalaring, shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha xayr. Poloskalarimizdan o'tgani bor. Uni endi keyingi safar yana 20 kun ustozlar maslahatlashamiz. Balkim bir oydan keyindir, balkim oldinroqdir, yana bir qirqib o'rtasidan bo'lib yana bir qo'yib qo'yaman.